Toshkentda Malibu haydovchisi mast holda avtomobil boshqarib, odamlarni so'kib yurgani aytilgan video tarqaldi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosovning kun.uz'ga ma'lum qilishicha, holat 25-noyabr kuni kechqurun Mirobod tumani Chimkent ko'chasida yuz bergan. Ichki ishlar xodimlari chaqiruv asosida voqea joyiga yetib borgan. Ta'kidlanishicha, oshxona oldida 34 yoshli yigitning mast holda jamoat joyida yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan fuqarolarning tinchligini va jamoat tartibini buzayotgani aniqlangan. Yigit qo'riqlash bo'limi xodimlarining qonuniy talabini bajarmasdan keskin qarshilik ko'rsatgan, shu boisdan unga nisbatan qonunda belgilangan tartibda kuch ishlatilgan va zararsizlantirilib, tuman ichki ishlar bo'limiga topshirilgan. Hozirda holat yuzasidan hujjatlar rasmiylashtirilib, huquqiy baho berish uchun sudga yuborilgan. Ta'kidlash joiz, 2025-yil sentyabrda ayni shu Malibu haydovchisi qoidabuzarlik sodir etgani uchun yo'l-patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilganda, u yuqori lavozimda ishlovchi tanishlariga qo'ng'iroq qilib, qutulib ketgani aytilgan video tarqalgandi. Keyinroq Malibu jarima maydonchasiga qo'yilib, uning o'ziga jarima solingani ma'lum bo'lgandi.